Xo'sh, tak, yetib keldim nihoyat. Bu qishloqda kimdir futbol o'ynashni bilarmikan o'zi? Mayli, bu yerdan uy olib dam olishim kerak albatta. Xo'sh, janob merning uyi qayerda ekan? Bu yerda o'zi janob mer degan odam bormikan? Yabalidimi? Yabalidan kelibdi qishlog'imizga. O'tgan marta Neymar kelgandi, men ketdim hammaga aytayda. Davay, bir gol, yana bitta gol ur, davay. Malades gol, yaxshi gol urdi, malades. Gap yo'q, bo'ldi. Barselona g'alaba qozondi. Real Madrid musor, o'shaning uchun ham Barsa zo'r komanda. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa boslar yangi videodasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar va videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kommentariyaga qaysi komandasilar yoqadi? Barselona yoki Real Madrid yoki Manchester City qaysi bo'lsa ham kommentariyaga yozib qoldiringlar, chunki bu juda ham qiziq. Endi men misol uchun Barselonani yaxshi ko'raman, boshqa komandalarni ham, lekin addushi hurmat qilaman. Tak telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman, qayerda ham bo'lardim. Tez yetib kel, mehmon keldi. Qanaqa mehmon? Kelsang ko'rasan, tezroq kel. Bo'pti, hozir boraman. Obbo, doim mehmon kelar ekanda bizning qishlog'imizda. Kim keldi ekan? Hozir borib aniqlashtirib kelaman albatta. Bu yerda bilasizlar, Neymar kelgan. Hozir ham yashayapti. Bilmayman qachon ketadi. Ketib qolar qachonlardir. Atak bugun ham qanaqadir futbolchi kelgan bo'lsa, lekin zo'r ish bo'lardi. Qanaqadir futbolchi, qanaqa futbolchi? Messi kelgan bo'lsa, tasavvur qilinglar, Messi kelmagandi, lekin oldin kelganmikan bilmadim. Mana bu mashina adashmasa mehmonning mashinasi bo'lsa kerak. Qochib turgan emas. Assalomu alaykum janob Merva Yamaliddin. Qalaysangicha, assalomu alaykum. Sizga assalomu alaykum, menda kattasi bratan. Va alaykum. Qalaysan, ishlar yaxshimi? Rahmat, o'zingiz ham yaxshimisiz? Futbollar zo'r ketyaptimi? Bo'ladi. Nima gap? Gap bormi? Gap yo'q, gap hammasi sizda-yu. Bizda tinchlik, hammasi chotki. Rahmat. Korotchi, janob mer qachon keldi mehmon? Nima aytmadingiz menga? Hozir keldi, hozir aytyapman, jinni. Yaxshi. Nima qilish kerak? Nima xizmat? Har doimgidek mehmonga uy qurish kerak. Tushunarli. Sizga qanaqa uy kerak, bratan? Korotchi, menga 2 qavatli uy kerak. Birinchi qavat garaj, ikkinchi qavat uy bo'lishi kerak. Garaj va uy, tushunding-a? Tushundim. Sizda qanaqadir narsalar bormi? Tepa qismdagi yashikni ochib ko'rchi. Qaysi biri sizdan? Eng pastki qatordagi hammasi. Tushunarli. Siz nima kompyuter o'ynamoqchimisiz? Gamerlikka qiziqyapman. Senga o'xshab Minecraft YouTuber bo'lmoqchiman. Zo'r. Mayli bratan, unda men borib ishni boshlayman. Xo'p, mashinam bor. Mashinamni ham olib borishing kerak. Bo'pti bratan, hozir yes qilamiz. Bolalar ko'ryapsizlarmi? Yamaliddin kelibdi qishlog'imizga. Yana qaysi futbolchini, korotchi, qishloqqa olib kelishimni xohlaysizlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men esa olib kelishga harakat qilaman. Hozir esa tapor, kirka hammasini olaman-da, borib o'sha ishni boshlayveraman. Bu yerdan hozir kirkan, to'xtanglar. Bu nima kerak menga? Tapor kerak. Tak, yana bitta tapor bilan kirka ikkita kerak bo'ladi. Tak, belkurak kerak yo'q bizga, chunki birinchi qavatni nima edi? Garaj qildik-yu. Garaj bo'lishi uchun hech qanaqangi bizga yer blokni kerak yo'q. Ya'ni yer bloklar olib tashlashimni kerak yo'q. Shunchaki oddiy tepaga qaratib quraman. Hozir ko'rasizlar qanaqa chiqishini, lekin chotki idea keldi menga qurilish bo'yicha. O'shani qilib quradigan bo'lsa, menimcha zo'r chiqsa kerak. Hozir bu yerdan asta hammasini yig'ishtirib olaman. Yig'ishtirib to'liq olib olganimdan keyin esa qurilishni boshlayman. Ko'p tosh kerak bo'lsa kerak, 2 qavat bo'lgandan keyin. 1 qavat bo'lganda ham mayli edi, kamroq tosh ketardi. Bu yerda ko'mir chiqdi. Ko'mirni bizga hozircha kerak yo'q, chunki ko'mirni qayerga ishlatish mumkin? Uyga ko'mir ishlatib bo'lmaydi, misol uchun. Yokida mayli fakel yasaganimda ham ko'mir ishlatsam bo'lardi. Fakel yasamayman aniq. Fakelni qorong'ida yoritishi mumkin, lekin lampa bergan. 4 ta ko'ryapsizlar, 4 ta lampa bergan. Nima kerak menga hozir? Xo'sh, nimagadir kirkam tez sinadigan bo'lib qopti. Juda ham tez sinyapti. Hayronman, nimaga bunaqa. O'tgan galgi videolarda ham ishlatyapman. Faqat mana shu kirkani ishlatyapman. Boshqa kirka ishlatmayapman. Menimcha shu uchun shunaqa bo'lyapti. Tez sinyapti. Tak, hozir bir stak qilib olayin xatiyaba. Ko'proq olib borsam, ko'proq olib borganim yaxshi. 60 ta bo'ldi. Normalniy. Endi daraxt kerak bizga. Daraxt albatta o'rmonni ichrog'idan olib kelmasam bo'lmaydi. Bu yerdagi daraxtlarni oladigan bo'lsam, ekologiyaga juda ham katta zarar bo'ladi. Kislorod yetmay qolishi mumkin bizga yoki yomg'ir yoqqanda suv toshqinlari, sel oqibatlari bo'lishi mumkin. Sizlarga ham har doim aytaman, bilasizlar, obunachilar, daraxtlarni umuman kesmanglar deyman. Endi men zaril bo'lgani uchun ham kesyapman. Janob mer buyrug'iga asosan.
sizlar buyruqqa asosan kesishinglar mumkin. Ya'ni tepadagilar, hokimiyatdagilar buyrug'i bo'larmidi? Короче, o'zingizlardan katta odamlardan xullas ruxsat olib turib kesishinglar mumkin. O'shanda ham kesmasalaring juda ham yaxshi ish bo'lardi. Chunki kislorod bu bizning hayotimiz uchun eng kerakli narsa. Agar kislorod bo'lmasa, nafas ola olmaymiz, o'lib qolishimiz mumkin. Shu uchun o'zingizlarni hayotinglarni saqlab qolish uchun ham daraxtlarga mehribonlik ko'rsatish kerak. Undan ko'ra suv berish kerak, daraxtlarni tagini sug'orish kerak, keyin oqlash kerak tagini, qurtlar uyqurib olmasligi uchun. Keyin tag qismiga короче yumshoq tuproq to'kish kerak, o'g'it berish kerak, shunaqa parvarish qilish kerak короче. Sizlar menimcha o'zingizlar aqllisizlar, bilasizlar buni hammasini. Men esa mana daraxtlarni qaytarib ekib qo'yaveraman, chunki bu daraxtlar men ketgandan keyin ham qaytib o'sish kerak. Kelajak avlod uchun kislorod ishlab chiqarish kerak. Faqat men o'zimni o'ylasam, keyin qolganlarni o'ylab bo'lmaydi. Kim o'ylaydi? Men o'zimni o'ylasam, qolganlarni kim o'ylaydi? O'shaning uchun qolganlarni ham o'ylash kerak. Hozir mashinasini haydayman-da, olib boraman u yoqqa. O BMW eshigini ochiq qoldiribdi. Mayli, hozir yopamiz qaytarib, bez problem. O'tgan galgi videoda qaysidir bitta videoda ko'chadan mashina sotib kelgandi bitta bratan. O'shandan shunaqa mashina sotib olgandim, lekin qaytarib berib yuborgandim. Adashmasam Yamal o'sha mashinani sotib olganmi nima balo. Shu bir xil ekan mashina bilan, esingizda bo'lsa agar. Eslay olmayapsizlarmi yoki men eslab turibman, esimda turibdi hammasi. Hozir buni o'sha yoqqa olib boramiz. Yamalga ham mana shu bratanni uyini oldidan qurib beraman. Ya'ni mana shu yerda uy bo'ladi, takoy joyda. Biroz yana haydab qo'yishimiz kerak. Yo'lgacha haydab chiqarib qo'ysam, yo'lda ustida bo'ladi-da uyi Yamalni. Xo'sh, tak, menimcha mana shu yer juda ham ajoyib bo'ladi. Bu qo'shnimni yo mana o'sha yetildi, короче, uyiga o'tkazib yubormaslik kerak, nima bo'lsa ham. Mana bu yerga oxirgi blok bu yerga kelarmi? Mana shu yerga olib kelsam bo'lar ekan. Atak bu yerga kelganda juda ham yaxshi bo'lardi. Yo'q, bo'lmasa ham baribir mana shu yerga kelar ekan. 1 2 3, menimcha garaj uchun 3 tasi yetarli-da. Tak, bu tomonga ham 1 2 3 normalli. Bu tomonga ham bir, yo to'xtanglar, bu tomonni biroz kattaroq qilish kerak, chunki mashina haydash uchun tushib haydashga kirgan vaqtini ham hisobga olishimiz kerak. Tak, buni 4 ta qilib o'rnima, bittasini qaytarib olib tashlaymiz, chunki ortiqchasi bizga zarar bo'ladi. Tak, mana bu yerdan 1 2 3 normalli hammasi. Endi buni ustki qismiga ishlov berishdan oldin devor qismini biroz boshqacharoq qilib chiqish kerak. Ya'ni bir qator tagidan tosh qo'ysam, obbo, qo'limga ar qo'nsin, boru ar ham gapmi, arlar to'dasi qo'nsin. Xo'p, mana bu tag qismini esa bunday qilamiz, chiroyli qilib. Bu tomonni ham mana shunaqa qilib, voy, mashina ko'tarilib qoldi. To'xtanglar, mashina o'zi biroz g'alati parkovka bo'lgan ekan, hozir to'g'rilab parkovka qilib qo'yaman. Tak, minamiz. Xo'sh, birinchi oldinga biroz chiqaraman. Tak, obbo, bunday qaroq qilib chiqarish kerak. Xo'sh, endi to'g'ri haydasam, menimcha hech qanaqangi problemalarsiz kirib boradi-da. Chotki, bunaqa parkovkani boru haqiqiy katta parkovchilar ham qila olmasa kerak. Xo'p, endi ikkinchi qavatga bir amallab chiqib olaman, ya'ni unaqa zina yasab chiqmasam bo'lmaydi. Ikkinchi qavat bilan birinchi qavatni ajratib turadigan joy qanaqa bo'ladi? Tak, hozir bizga verstak kerak, verstak yasab olishim kerak birinchi. Xo'p, verstakdan keyin yarimtalik blok yasayman. Yarimtalik blok bilan короче birinchi qavatni tugatib yuboraman. Xo'p, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Keyinchalik kerak bo'lib qolsa kerak. Tak, nechta kerak bo'lar ekan? Mana bunaqa blokdan ko'proq kerak bo'ladi adashmasam. Xo'p, 6 ta, 7 ta, 7 tasidan 42 ta. O, ko'p bo'lib ketdi, 42 ta menimcha juda ham ko'p. Xo'p, mana bunaqa qilib qo'yib chiqamiz, ko'rasizlar. Hozir mashinaning tepa qismi tegmasa bo'lgan. Tepa qismi agar tegib qolsa, keyin portlab ketishi mumkin yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Xullas, tegmasligi kerak. Tegmaydigan qilib ustini yopishim kerak bir amallab. Shunda masa qilib yashaydi Yamal tog'a ham. Yamaliddin tog'a juda ham yaxshi ko'raman, Yamalning o'yinlarini ko'raman doim o'zim maza qilib. Tak, tosh nimaga qo'yilmayapti bu? Nimaga qo'yilmayapti, tushunmadim. Nimaga qo'yilmayapti? Qo'yib bo'lmasa ham bittalab qo'yib chiqish kerak deyapti. Bir talab qo'yib chiqishga meni bilasizlarmi qancha vaqtim sarflanadi axir? Mayli, endi qancha vaqtim sarflansa ham bir vaqt, короче, qancha vaqtim ketsa ketsam o'sha yerga chiqishim kerak hozir. Obbo, nahotki bir dona yetmadi. Bir dona yo 2 dona bu yerga bitta yetmaganda aytgancha. Hozir yana yasaymiz, 3 ta yasamiz. Shunda o'shanda yetadi bemalol. Tak, bittani shunday yasam, 6 ta berdi. 6 ta вообще ko'p bo'lib ketdi. Ko'p bo'lsa ham mayli, endi ko'pi yaxshi baribir kam bo'lgandan ko'ra. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi birinchi qavat. Hozir ikkinchi qavatni qilish uchun men bu yerdan bitta karoshdagi zina qilib chiqishim kerak. Mana bunaqa qilib, tak, bunaqa va tugab qoldi. Hamma chiqib oldim, muhimi. Tak, ana endi bu tomonga ham 1 2 3 4 ta qilamiz keyingi qavatni, chunki bu asosiy qavat bo'ladi. 1 2 3 4. Asosiy qavat balandroq bo'lishi kerak. 1 2 3 4.
4 ta normalniy 4 ta Neymarni uyidan ham baland bo'lyapti, chunki bunda garaj bor. Garaj bo'lmaganda kichkina bo'lardi-yu, lekin garaj borligi juda ham katta foyda berdi Yamal tog'aga. Xo'p, hammasini aylantirib boramizda. Tosh bilan hozir qaranglar. Bir qator momnaq qilib qo'yib chiqamiz. Bu tomonga ham xuddi shunaqa qilamiz. Keyin tagiga qo'yamiz toshni. Bu tomonga ham xuddi shunaqa tosh bilan birinchi qo'yib chiqaman. Xo'p, toshimiz yetmay qoldi. Obbo, toshga borib kelish kerak. Tak hozir toshni ham olib kelaman, uyni ham chiroyli qilib quraman. Sizlarga esa oxirida ko'rsataman qanaqa chiqqanini. Menimcha juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerdan ikkinchi qavatga shu yerdan yo'l qilaman, kakras o'zi. Tak shunaqa chiqib ketadigan bo'ladi. Juda ham chiroyli bilaman. Bu yerda eshik qoldiraman kakras. Bu yerda emas, mana bu yerda eshik bo'ladi. Shunda bemalol chiqib kiraversa bo'ladi Yamal tog'a. Qarochi hozir ko'rasizlar tugatib bo'lganimdan keyin. Xo'sh, mana deyarli tayyor bo'lib qoldi. Mana bu yerda chiroyli qilib qo'ydim. Mana bu yerda balkon chaqib qo'ydim. Bemalol hamma yoq tashqarini kuzatsa bo'ladi. Obbo, eshik yo'q. Eshik yasash bez problem. Axir menda taxtalar bor. Hozir bu yerdan oynalar qo'yib chiqaman, chunki oynalar qo'yish uchun hozir tepaga chiqdim. Xo'sh, uyning ichi juda ham katta bo'lib ketdi, lekin bor maza qilib yashaydi Yamaljon, Yamaliddin, Yamalbek. Xo'sh, mana bu narsalar qo'yib chiqamiz. Hozir birinchi o'rinda hozircha asbob uskunalarim kerak yo'q. Xo'p, svet qo'yish kerak birinchi o'rinda. Chiroq o'rnatib chiqamiz. Ikkita bu yerga qo'yamiz. Atak ikkitani mana bu yerga qo'yamiz. Shunda chiroyli turadi menimcha. Tashqi tarafga qo'yaymikan? Hozir buni olib tashlab bo'lmaydi endi. Oldinroq o'ylab ko'rish kerak edi. Tashqariga qo'yishni buni bu yerga qo'yamiz. Tak, bu yerga qo'yishga hech narsa yo'q. Boshqa hech narsa yo'q ekan. Hayronman nimaga shunaqa. Mayli, hozir pastga tushib eshik bilan qarochi bitta sandiq yasab chiqaman. Endi nimadirlar qo'yish kerak. Men shuni o'zini ham olib ketishim kerak. Xo'p, bizda tapor bor. Taporni ham olamiz dedi. Olib ketamiz buni. Chiroyli chiqdi. Juda ham vobshe chiroyli. Buni qaranglar. Yomon katta uy bo'lib ketdi. Bizning qishlog'imizda endi bunaqa uylar ko'payaveradi. Chunki ko'p qarochi nimalar kelsa, har xil futbolchilar kelsa, futbolistlar kelsa, har biriga uy qurib beraversam, bunaqangi futbolistlar uylari vobshe ko'payib ketadi. Xo'p, bitta sandiq yetadi menimcha. Sandiqni bu tomonga tushunmadim. Sandiq qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Sandiq qayerda yo'qolib, qo'limda turibdi-ku, nima qayoqqa ketadi? Mana, okey, endi eshikni qo'yib qo'yamiz. Eshikni albatta tashqari tomondan qo'yish kerak, chunki bemalol mazza qilib kirish kerak bu yerdan. Tak 3 talik qayerda joy bor? 3 talik. Bitta, ikkita, 3 ta. Mana bu yerda stream xonasi bo'ladi, qarochi. Qizil o'zini futbolkasining rangida qarochi nima olib kelibdi ekan? Kreslo olib kelgan, ko'ryapsizlar. Takoy bo'ldi, bor yorvarishim bo'lib ketdi bu. Juda ham chiroyli chiqdi. Hozir buni tashqari tomondan ko'ramiz. Mana juda ham chiroyli. Menimcha sizlarga yoqdimi yo'qmi kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha juda ham ajoyib. Albatta videoga like bosib oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib ketinglar. Juda ham zo'r bo'ladi hammasi.